Assalomu alaykum. Avval taom ko'rsatuvi yana efirda. Azizlar, bugun ham maxsus taom tarixiga to'xtalamiz. Qiziq ma'lumotlar beramiz. Shu bilan birgalikda go'zal kuy qo'shiqlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Adila Rusxon, bilasizmi? Bugungi mehmonlarimizni kimligini eshitganligim uchun men bugun nonushta qilmay keldim. Sababi bugungi mehmonimiz avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham qatnashganlar va o'zlarining mazali taomlari bilan bizlarni xushnud etgan edilar. Albatta, bu mehmonimiz ko'rsatuvimizda ishtirok etganlarida barcha to'yishi aniq, shirin taomlar qilinishi shubhasiz. Demak, suhbatdoshlar, men sizlarni tanishtirib o'taman. Etnograf, manbashunos, tarixchi va nihoyatda go'zal pazanda Latafatxon Abdurimova shu yerdalar. Xush ko'rdik ko'rsatuvimizda. Hamda bugungi ko'rsatuvimizni musiqiy chiqishlari bilan boyitish uchun O'zbekiston filharmoniyasi xonandasi Azamat Ahmedov va sozandamiz Sanatbek Shukurullayevlarni taklif etganmiz. Demak, azizlar, anglaganingizdek, bugungi ko'rsatuvimizda xorazmcha ohanglar ham yangraydi. Demak, ko'rsatuvni boshladik. Navbat san'atkorlarimizga bersak-da, bir boshlab olsak, qarsalar ham bo'ladi. Juda yaxshi. Marhamat, navbat sizga. Marhamat. Yashang. Rahmat. Azamat, juda chiroyli kuy, juda bir maromiga yetkazib ijro etdingiz. Biz bilamizki, siz Ortiq Otajonovning shogirdlaridansiz. Yonlarida ko'p sozandalik qilib, yonlarida yurgansiz, ularning tarbiyalarini olgansiz va eshitishimcha, ustoz sizga o'z torlarini sovg'a qilgan ekanlar. Hozir ijro etgan toringiz o'sha tor emasmi mabodo? Yo'q, bu torimiz ustozim bergan torlarimiz. Uni alohida parvarish bilan uyda shkaflarni eng tepasida olib qo'yamiz uni. Bu do'stimiz meni Xorazmda eng yaqin do'stlarimdan Bekzod degan do'stimiz bor. Shu do'stimiz hozir endi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib turibdi. Shu do'stim aytdiki, Azamat, bu torim uyda turib qolmasin. Shuni sen chalib yursang, do'stim deb shu menga o'rtog'im shuni sovg'a qildi. Ustozimning torlari uyda alohida olib qo'yibman. Juda yaxshi. Rahmat. Azamatjon, bizga qolmadingizmi? Yo'q. O'zi haqiqatan Latafatxon kelganlarida bir ko'p ma'lumotga ega bo'lishni xohlaymiz. Shuning uchun shosha-pishib ko'p savollar bilan murojaat qilib, ham begajonlarimiz uchun kerakli bo'lgan maslahatlarni olishadi tomoshabinlarimiz. Azamatjon, siz san'atga kirib kelishingizga bo'lgan sabab va sizni bu yo'lga boshlagan ustozlaringiz haqida ma'lumot bering. Endi san'atga qiziqishimiz avvalambor oiladan boshlangan. Men o'zi o'qituvchilar, ziyolilar oilasida tug'ilganman. Otam rahmatli ekam xalq ta'limi a'lochisi bo'lganlar. Onam umrlari uzoq bo'lsin, ular ham 40 yil mobaynida mana bir eshikdan kirib chiqib, Xiva pedagogika kollejida
yoshlarga bilim, tarbiya berganlar. Endi bizani uyda otam rahmatlik voqli turardilar. Radiodan yoki magnitofonlardan har doim ustozlarni Kamoljon Ataniyazov, Otajon Xudoshukurov, Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev ustozlarni va boshqa ustozlarning ashulalari har doim yangrab turgan. Shu o'zlari yaxshi ko'radigan ashulachi chiqsa, otam magnitofonning ovozini sal balandlatib, bizlar ham shuni eshitib kirib chiqib yurib, qulog'imizga o'rnashib qolgan. Endi men yoshligimdan shu ustozim rahmatlik O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq Otajonovning men ijodlariga juda qiziqqanman. Agar ashulachi bo'ladigan bo'lsam, faqat shu ustoz meni qabul qilsalar, san'at sohasida men faoliyat yuritaman. Agar qabul qilmasalar, boshqa kasbni bir sinab ko'raman degan shunaqa bir nima bo'lgan. Juda ustoz san'atiga qiziqqanman. Endi dastlab mana o'rta maktabda Xivada tahsil oldik. Shu payt davomida men Xivada 5-sonli bolalar musiqa maktabiga meni otam olib borganlar, qo'limdan ushlab bu yerda. Necha yoshsiz o'sha payt? U paytda bir 6-7 yosh? 8-9-10 yoshlar atrofida borganmiz. Otanazar ustozni qo'llariga olib borib, juda yaxshi ustozimiz ham rahmatlik, notani juda yaxshi bilganlar. Shunchaki eshitib o'rganishga qo'ymaganlar. Oldin men bu notani o'rganib chiqasan, shungacha men birorta kuy nima qilmayman, lekin mashq qilib yuraverasan. Uydalik gammalarni, gammalarni chalib, shunaqa qilib shu ustozdan notani ham men yaxshilab o'rgandim. Shu o'zimizda mana bo'lib o'tgan tanlovlarda ko'pchilik nimalarda faxrli o'rinlarni olib, hali men bunaqa chiroyli choynaklar ko'tarib kelardim uyga. Rag'batlantirishlar bo'lib birinchi o'rinlarni olib. Shu endi keyin mana keyinchalik Urganchda Matyusuf Xorotov nomli san'at va madaniyat kolleji edi u payti. O'sha yerga men o'qishga borganman. U yerda meni borishimdan darrov 2-kursni tugatishdan meni qabul qilishdi, eshitib ko'rib. O'sha yerda Qadam Musayev degan ustoz rahbarlik qilardilar. Bu dedi, azamatni men hozir 1-kursdan qabul qilsam, bo'lmaydi, buni chalib turgan asarlarini bunaqa nimada meni bitiruvchi bolalarim chalib yuribdi. Shuning uchun keling 3-kursdan olaylik dedilar. Keyin otam aytdilar, yo'q, 3 bo'lsa bo'lmaydi, bu biron narsa o'rgansin bu yerda ham. Mayli 2dan olavering dedilar. Saniki emas, meniki emas, so'ndalashgandek shunaqa bo'lgan. 2-kursdan to'g'ri qabul qilib, 1-2 oycha o'qishga borib, shu bilan 2-kursim ham yakunlanib, undan so'ng mana har bir san'at sohasiga qadam qo'ygan yoshlarning orzusi bo'lgan O'zbekiston davlat konservatoriyasiga men imtiyozli ravishda qabul qilindim. Bu yerda ham ko'pchilik ustozlardan tahsil oldim. Hali aytgancha Xorazmda menga ta'lim bergan ustozlarim Azamat Abduqodirov degan ustozimiz borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Bobojon Sapoyev degan ustozlardan men rubob sirlarini shu o'rganib borganman. Keyinchalik mana O'zbekiston davlat konservatoriyasida Shomahmud Shorahmetov, rahmatlik professor Matnazar Xudoynazarov, O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev ustozlari qo'llaridan tahsil oldik. Butun bir maktabda tarix bu ustozlarning qo'lida tahsil olganlar kam bo'lmaydi-da hech qachon, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin mana professor Rifatullo Qosimov ustozdan ko'p rubob sirlarini, an'anaviy xonandachilik sirlarini o'rgandik. Mansur Voisov ustoz mana o'zimizni eldoshimiz Xivadan. Shu ustozlardan va Egamberdi Tursunov ustozni ham men ko'p yaxshi shu ovoz ishlatish bo'yicha, vokal akademik yo'nalish bo'yicha ham menga ustozdan ko'p ilmlarni saboq oldim. Hammalarini iloyim umrlari uzoq bo'lsin, ustozlarimizni o'tganlarni joylari jannatda bo'lsin. Qaysi bir xorazmlik san'atkor bo'lmagan taqdirda ham qo'liga olib so'z ijro etib qo'shiq aytganini ko'rsam, juda bir xursand bo'lib ketaman. Me'yoriga yetkazib ijro etishadi. Va shu bilan birga shu tarixiy shaharlarda tug'ilib o'sgan insonlarda tarixga nisbatan ham qiziqish kuchli bo'ladi. O'zini avlodiga, ajdodiga yetib pushtisini bilishadi ular albatta o'sha tarixiy yodgorliklar atrofida ular chunki doimo shuni ichida bo'lishganda. Mana hozir Xiva haqida ham aytdilar, Xivadagi yodgorliklarni qarang. Bugun sayyohlik tizimi shu qadar rivojlanyaptiki, ularni tomosha qilishga dunyoning turli qit'alaridan, chekkalaridan kelishyapti.
nazarimda siz ham mana shu tarixiy obidalar haqida bilasiz, tarixni hurmat qilasiz, to'g'rimi? Albatta, endi tarixni hurmat qilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bizlar ham qiziqib, shu aytganingizdek borib tarixiy joylarni Xorazmga borsam albatta borib ziyorat qilib aylanib ketaman. Shu yerda Ichanqal'a boshqacha? Ichanqal'a o'zimizni mana tug'ilib o'ynab o'sgan joylar. Mana endi mani onam ham mana 45 yil O'zbekiston teleradio kompaniyasida o'sha musiqali ko'rsatuvlarda bosh muallif bo'lib ishlaganlar, o'sha Rashidovlarni ko'rsatuvlarini qilganlar, o'sha paytlarda Kashmir qo'shiq ular yozuvchi bo'lganlar-ku, ijodga arbob bo'lganlar-ku. Shu eng mana shu buyuklarimiz. Bunaqa Ortiq Otajonovdek insonlar kamdan kam kelsa kerak bu dunyoga, bir asrda bir kelib qolsa kerak deb o'ylayman-da. Shu Komiljon Otaniyozovdan keyin haqiqiy bir chiqqan. Chunki men Ortiq Otajonov nimaga bunaqa deb o'ylayman? U ming xorazmcha qo'shiq, aynan Xorazmga xos qo'shiq aytsa ham, uni hatto Isroil, Ozarbayjon, Dushanbe, Tojikiston, Yaponiyadan Amerikagacha bo'lgan. Yaponiyadan Amerika, uni hamma joyda uni o'zini qo'shiq, bizlarni qo'shiqchimiz deb qabul qilishganda, endi bu inson hammani to'g'risini aytsa tan olmas edilar. Chunki ular faqat sluhi bor, ya'ni musiqani tushunadigan, uni ichidan uni butun o'sha terminologiyasi nima, chunki o'zim ham Uspensky maktabida o'qiganman, musiqadan ozgina xabarim bor. Bu ular o'zlariga shogirdman degan nomni hammaga masalan hech kim ruxsat bermas edilar. Ana shu shogirdman degan ruxsat olgan, ya'ni qo'l oldi deydi ustozdan, ana shulardan biri mana shu Azamatjon bo'ladi. Men shuni bilaman. Bular haqiqatda mana fonogramma degan narsa yo'q. Jonli ijro etadilar. Istagan joyda soatlab, ya'ni o'sha haqiqiy san'atkor shu bilan hisoblanadi. Soatlab ovozi charchamasdan maromida va repertuarini ham kengligi bemalol ashula ayta oladilar. To'g'risi ham san'at jihatdan, ya'ni o'qimishli bu konservatoriyada uncha odam o'qiy olmaydi. Azamat Ahmedovga o'xshagan xonandalarimiz Ortiq Otajonovning shogirdlari nafaqat Ortiq Otajonovning ijodini, uni odamgarchiligini, unga mehnatga bo'lgan munosabatni, talabchanlikni va muxlislarga bo'lgan hurmatni ham o'rganishgan. Shuning uchun el orasida bunaqangi e'tibor topib yurishibdi. Albatta, hozir navbatni go'zal qo'shiqqa beramiz. Latofa opamlik opchaga pishiriqni joylagunlarigacha biz chiroyli qo'shiqdan bahramand bo'lamiz. Marhamat.
Yashang. Rahmat. Tashakkur. Maza qildik. Juda yaxshi bo'ldi. Mana bureklar ham tayyor bo'ldi. Bu ohanglar nazarimda burekka ham singib ketdi, Umidjon aka. Ya'ni Ha, siz u yoqqa uzatasiz. Latofa nihoyatda ko'rinishi go'zal. Sog' bo'ling. juda chiroyli, juda Qadr go'zal. ko'rib baho beringlar. Juda ham chiroyli. Juda chiroyli bo'ldi. Dasturxon bob pishiriq ekan, azizlar bemalol. Mana bayramlarda ham mana kameraga ko'rsataman, buni yaltirab turish. Go'yo yog'da qovurilgandan chiroyli-a? Yog'siz ham shunday chiroyli pishish mumkin ekan. Qarang, juda chiroyli. Latofa deb ochig'ini aytsak, aerogrildan u qadar yaxshi foydalana olmayotgan edik siz yo'g'ingizda. Mana bo'lingan holati. Umidjon aka, marhamat. Ya'ni haqiqatdan Mehmonlar juda dasturxonga chiroyli va go'zal bir Latofa deb o'zingiz ham yeb ko'rasiz. Yo'q, bo'lmasa shubhali. Unaqasi ham bormi? Bunaqa bo'lsa O'zingiz tayyorlagandan yeb ko'rishingiz shart. qarang, mana bu yerda turli har xillar bo'lsa ham mana ko'katdan, aytaylik kartoshka va pishloqdan qilingan. Men olganim Pishloqini qarang. go'shtligidan chiqibdi, qarang. Juda chiroyli. O'zim eng yaxshi ko'rgan taomlarimdan men ko'k somsa, uyda bizada Xorazmda go'k barak deydi. Go'k somsa bu xuddi o'sha narsani faqat ular o'ziga ozgina moslashtirib qilganida asli tagida asosi bir. Azizlar, 3,5 ming yillik tarixga ega bu pishiriqni tayyorlab ko'rasiz degan umiddamiz. Qolaversa uning tarixi ham nihoyatda qiziq ekan, Umidjon aka. Tayyorlanish jarayonlari ham ko'rib unaqangi murakkab emas ekan. Murakkab emas. Murakkab emas ekan, juda oddiy. Murakkab emas, juda oson, ham yeyishga mana haqiqatda qulay. Masalan, bolalar maktabga ketyapti. Maktabga ketayotganda qo'liga lunch box deydi-yu haligi taomlanadigan. Shu qutisiga solib berib yuborsangiz, bir kuni bilan Tayyorlanishi oson deb yotibmiz, chunki yarim tayyor holatda hamma narsani Latofa deb qoyillatib qo'ydilar-da. Agar har bittasini ko'rishga oson ko'ringani bilan buni mehnat haqiqatdan to'g'ri bu ham. juda mazali nihoyatda. Dilafruzxon, qarangda bu ham nima deymiz, mazali, ham quvvatli. Sportchilarimizga ham Olinglar, hali yana quvvat beradigan, yana Azamat haqida bir ma'lumot beradigan bo'lsak, Azamat yaxshi xonanda bo'lishi bilan bir qatorda sportda ham ancha natijalarga erishgan. Bu haqida ham tomoshabinlarga bizga so'zlab bering. Mayli. Endi yoshligimdan to'g'ri aytasiz, shu velosiped bo'yicha haligi bir joyda to'xtab turib, bir turardim, qanchagadir sanashgacha turardim. Yiqilib ketmasdan, muvozanat saqlab turib, haydamasdan shunaqa mashqlar bilar edim. Velosipedni oldini nimasini ko'tarib, haydab yurib, ulardan ham musobaqalarda qatnashganman. Yoshligimda sportni boks turiga qatnashganman. Shularning ichidan keyin men juda stol tennisiga juda qiziqish paydo bo'lgan. Shu mana bu do'stimiz Sanatbek ham yaxshi stol tennischi bu ham. Shu bilan bir xil vaqtimiz bo'lganda o'ynab turamiz. O'zimizni mana O'zbekiston davlat filarmoniyasi xodimlarining ichida bo'lib o'tgan haligi stol tennis bo'yicha musobaqada qatnashib turasizlar. Faxrli birinchi o'rin oldim. Yaman cho'p qoldi. Endi yana bo'lsa, balkim bu yutib qolishi ham mumkin. Hozir shu ish qilib sport bilan yaxshi men muntazam shug'ullanib turishga harakat qilaman. Har doim yugurib, turniklar bilan. Juda yaxshi. Chunki xonandalar, umuman san'atkor, hamma soha vakillari ham sport bilan oshno bo'lsa hech zarar qilmaydi. To'g'ri aytasiz. Azamatjon shu o'rinda O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov bilan bog'liq bir qiziq voqealarmi, xotiralaringiz bo'lsa, teletomoshabinlarimizga aytib o'tsangiz menimcha o'rinli bo'lar edi. Chunki afsonaviy insonlar-da ular. Ustozimiz mana Ortiq Otajonov hali men juda o'zim baxtiyor shogirdman deb bilaman. Latofa opam ham juda yaxshi fikrlarni aytdilar. Rostdan ham ustozni men shogird bo'lib yurganda ham nechta shogird bo'laman deb kelib ketganlar bo'ldi. Hattoki shunday holatlar ham bo'ldi. Vodiydanmi, qayerdan? Otajonov familiyali shogirdlarni topib keldilar. Seni yarim yutug'ing o'zingda, familiyang Otajonov deb. Yo'q, baribir ustoz, mana opam aytganlaridek, bitta ko'rgandan rengin bilar edilar hammani. Bir hafta 10 kun yurib javobini berib, yo'q, sendan
uka vaqtingni ketkazma behudaga, boshqa ish bilan shug'ullanaver deganlarni eshitganmiz qulig'imiz bilan. Endi men ustoz bilan juda bir ota boladay nafaqat ustoz shogird. Bir kuni men o'qishda o'qib yurgan paytlarimda yangi o'zim mashulamni ishlab turdim. Uni haligi musiqiy sayqalcha deydi, aranjirovchik o'zimni kuyim, lekin uni hozirgi mana omon-omon ashulamiz ham mana o'zimizning ijoddan. Shu musiqa sayqalchaga ashulamni berdim. Mana shunday ashula qilyapman, shuni bir ozgina menga boyitib bersangiz. Aranjirovka qilib bersangiz deb oldim. Shunda bu do'stimiz biroz ishlab yurdi, Azamatjon dedi, menga biroz dedi moddiy nima kerak bo'lyapti dedi. Men yarmini berib qo'ydim endi. Qolganini ham shuni tezlatib bersangiz dedi, lekin hali ashula tayyor emas. Ashula tayyor bo'lganda berasiz ekanda, uni ham bir nimasi bo'lgan bo'lsa kerak. Keyin men ustozdan so'rab turdim. Ustoz, mana shunaqa ashulamni ishlab turdim. Shunga bir ozgina shoshilinchga tushirib qo'ydim, mana imkoniyatingiz bo'lsa maqsak bo'ladimi? Men sizga to'ydan keyin ishlab beraman yana. Desam, falon joyda o'tiribman dedilar. Ve o'rtoqlari bilan o'zlarini ziyofatida o'tirgan ekanlar. Odatlari bor edi. Kelaver Azamat, mana shu yerda o'tiribmiz dedilar. Bordim, aytgan joylariga borib o'tirib, "Ol, men uchun ham sen nima qil, taomlardan ye, men sahrim oshib ketadi, qand kasalim. Sen men uchun yeb o'tir ol" deb juda sodda bir yaxshi inson bo'lganlar. Keyin shu yerda ustoz bilan endi biz telefonda gaplashdik-ku. Bu yerda o'rtoqlarining ichida, boshqalarning yonida meni bir xijolat bo'lib qolmasin Azamatjon deb turib, Azamat dedilar, oxirida men endi ketadigan paytda mana buni oldi, meni ashulamni ishlab turgan odamga olib borib bergin. Agar yana kerak bo'lsa ustoz berar ekanlar, shuni hozircha olib turar ekansiz deganda, meni qo'shig'imni ishlab turgan odamga olib borib ber shuni dedilar. Meni vaqtim bo'lmayapti deb, balki odamlar ular bilmayapti nima holat bo'lib turganini. Bu gap nima haqida ketayotganini faqat siz bildingiz, ustoz bildi. Men bildim, ustoz bildim. Masalan, ustoz o'rnida boshqa odam bo'lsa, men hozir yaxshilik qilyapman, nima deb ko'z-ko'z qilish uchun ham ataylab ham aytishi mumkin. Shu yerda yashirib turib, endi unday holatlar qancha bo'lgan. Meni o'zimga ham o'zlarini Jiguli markali mashinalarni sovg'a qilganlar o'sha talabalik yillarimda. Qani o'sha Jiguli? Qayerda hozir o'sha Jiguli? Endi u Xorazmda. Axir u Xorazmda u ancha eskirib qolgan mashina edi, 1,5 yil haydab turdim. O'zlari necha yil haydaganlar u mashinani? 20 yildan ziyod haydagan bo'lsalar kerak, endi oldingi mashinalari. Endi bilasizmi, ustozni nafaqat bir nimasi, har bitta menga bergan o'gitini o'zi 10 ta mashinadan afzal. Har bir o'gitini o'zi men kerak bo'lsa Toshkentda men ustoz har yili dam olishga, haligi Kislovodskiyga borib turardilar. Shu yerlarda turib ham menga xabar olib, Azamat qalay, yaxshi yuribsizlarmi? Ko'ngillarga yaqin olganlar. Shu yerdan turib men so'zini birorta ashulaning so'zini konsert bo'lib qoldi, Erkin Vohidovni xotirlab konsert. Shunda ustozning Oy fonusi degan ashulalari Erkin Vohidov qalamiga mansub. Shuni so'zini yozib ustozga telefon qildim. Hozir men senga qaytib chiqaman dedilar-da. Menga telefon qilib yarim soatcha shuni so'zini to'g'rilab, yana oxirida Azamat men shuni aytayotganda, men bu so'zini bu yoqda aytib o'rganman, o'zi bu yoqda kelish kerak. Shuni sizlar to'g'rilab aytib o'tinglar deb shunchalik o'gitlarini berib, maslahatlarini berib, shu har tomonlama o'zimizni otamizdek qo'llab-quvvatlab to'g'ri yo'l ko'rsatgan insonim ustozim Ortiq Otajonov bo'ladilar. Faqat yaxshilik ko'rdik va men ham shuni oqlab yurishga har doim harakat qilganman. Joylari jannatlarda bo'lsin. Soat 10 ga desalar, 9 da borib, 9:30 da borib men kutib turardim. Ustoz qolmasin deb har doim men shu ustoz bilan bir mashina, bir samolyot, bir poyezd bo'lsa, 15 yil mobaynida yonlarida birga ustozni gaplarini o'zim quloqim bilan eshitib yurgan shogirdlardanman. Azamatjon, gapingizni bo'ldi, Umidjon aka, sizni ham gapingizni bo'ldim. Vaqti kelib o'sha Jiguli auksionlarda juda qimmatga narxlanadi. Gapimni eslaysiz? Ayollar moddiy. Ayollar borki, Ayollar faqat moddiy tarafdan gapirishadi, boylik haqida mayli, lekin haqiqatan bu moddiy boylikka qo'shib turib, ustozlar ma'naviy moddiga kiradi. 50 yillik nima moddiga kiradi. Lekin
ustozdan juda katta ma'naviy boylik meros bo'lib qolgan. Albatta. O'sha aytaylik odamiylikni o'rganganlar, san'atni o'rganganlar, xalq tanigan, xalqni oldiga olib chiqqan ustoz ham Umidjon aka, Bo'rakdan Ortiq ko'ring. akamni shunaqa odatlari bor edi. Chunki Juda Ortiq shirin akam ham bizani uyimizni, xonadonimizni bolaligimdan xonadonimizda mehmon Gulsara beyim, Gulsara bey deb chaqirardik, birga kelishardi. Tarbiya ma'nosida. Tarbiya, qattiq Ya'ni bo'ldi. agar o'sha Jiguli necha yil minilganini masalan mana bilamanda, yosh yigit bo'lganlar qiziq voqealar bor. Chunki nomerlari yodinglarda bo'lsa oldin masalan 0112 agar Qoraqalpoqniki bo'lsa q bo'lardi. Haligi qiz i bo'lsa, o qizi ekan dedi Toshkentda masalan darrov shunaqa deyishardi. Endi har xil shunaqa bog'liq nima bor, chunki ularning nomeri Xorazm nomeri bo'lardi. Mashinalar unutmanglar. Shu demak mashinalarni agar o'sha Jigulilarni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, chunki oldin bir qo'l haydalgan, bu hozir qo'lma-qo'l bergan bo'lsalar, bu juda katta e'tirof. tavarruk. Uncha-muncha insonga hattoki bermaganlar-da. Siz juda chiroyli qiziq ma'lumotlar berdingiz. Azamat mana haqiqiy tom ma'nodagi munosib bo'lgan shogirdlardan va endi so'zini isboti sifatida Ortiq Otajonov ijro etgan bir qo'shiqdan xirgoyi qilib bersalar. Jonli ijroda Jonli ijro. rohatlanamiz. Jon deb Jonimiz bilan ustozimizni eng durdona asarlaridan Umr o'tar, vaqt o'tar degan ashulalardan bir parcha aytib beramiz. Omonmatjon she'ri. Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sani yurishlaring, sani kulishlaring, sani yurishlaring, lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sani yurishlaring, sani kulishlaring, sani kulishlaring, seni yurishlaring, sani kulishlaring. Rahmat. Ana rohat. bitta zabardast Xorazmning zabardast Omonmatjon farzandlarini ijodidan Omonmatjon va Ortiq Otajonov juda chiroyli. Juda chiroyli. Xorazm zamini o'zi ijodkorlar zamini. Yana bir narsani so'ramoqchiman, Umidjon aka. Mana shunday hozir bir tarixiy qo'shiqni eshitdik-ku. Mana shu paytda sozandaning qalbidan nimalar o'tadi? Endi ko'p narsa o'tadi, his tuyg'u deydi, masalan, mas'uliyat, birgalikda jo'r bo'lish. Va muxlislarimiz e'tibor berishgan bo'lsa, biz Azamatdan xirgoyi qilib berib, bir ko'p ijro etib bering deganimiz uchun Azamat qo'shiqni oxirigacha yetmadilar. Va o'sha tugadigan joyda ham buni kelishib olishgan bo'lmasa ham baravar boshlab baravar tugatishdi. Bu o'sha sozandalarni o'sha xonandalar bilan bo'lgan
bir muloqoti, lekin yana shunda doira sozandalarini yana bir shunaqangi mas'uliyatli vazifasi borki, doim g'ijjak chaladigan, nay chaladigan boshqa sozandalarga nisbatan doirachi hofizning yonida turadi. Mabodo hofizda agar so'z qocha, so'z esidan chiqib qoladigan bo'lsa, doirachi bu juda hayotda ko'p bo'lgan, doirachi shuni eslatib berib turadigan bo'lgan. Bir hazil savolim borda, Umidjon aka. Azamat javob bermaydilar, bilaman unga. San'atbekdan so'ramoqchiman-da. Mana shu juda ommaviy, hammani qalbiga kirib borgan qo'shiqlarni muxlislar qayta-qayta so'raveradigan joylari bo'ladi-da paytlari. Yana ijro qilib bering, iltimos, yana eshitgim kelyapti deb kelaverishadi. Men ayniqsa mana shu qo'shiqni ko'p guvohi bo'lganman-da o'zim ham. Mana shu paytda san'atkor juda bir charchab bezib ketadi-ku, to'g'rimi? Siz ham his qilasizmi shuni? Qanday javob berib yuborasizlar mana? Endi aytdim-ku, qayta-qayta takrorlab aytaverish ham. Endi his qilamiz, lekin shu majburmizda baribir o'sha ijroni qilib berishimiz kerak. Muxlislarimiz talabiga binoan. Muxlisning ko'ngliga qarab. Undan lekin baribir san'atkor xursand bo'lishi kerak. Birorta ashulani so'rab keldimi, u yaxshi gap. Baribir aytib berishak, shuni ham xafa qilmaslik kerak. Iloji boricha unaqa holatlar ham bo'ladi. Bitta ashulani bir 5-6 marta aytib berasiz, 10 martalab so'rashadi. Lekin u ham o'sha shularni yaxshi ko'radi. U ham bizani san'atkorlarni baribir baxti. Muxlislar bor, san'at tirik. Mani yana bir narsani aytmoqchi edim mana shu savolingizga. Mana go'zal taom pishirdik, milliy turkiy taom pishirdik. Bu bizni demak ehtiyojimizni qondiradi, ya'ni qornimizni, fiziologik ehtiyojimizni qondiradi. Lekin qo'shiq, kuy bizni ruhiy demak ozuqamizda bu. Demak kimgadir yetmay qolsa, shu ruhiy ozuqa yetmay qolsa, yana va yana murojaat to'ygunicha murojaat qilish mumkin. Odamlar 40 marta ham murojaat qilishi mumkin, to'ymasligi mumkin. Endi nimaga bir kosa ovqat yeb turib, mazasi yoqqandan keyin yana bir cho'mich suzib bering deyish mumkin-ku, lekin boyagi qo'shiqni yana so'rash mumkin emasmi? Demoqchisiz, to'g'ri, haqiqatan ham. Qo'shiqni beqiyos etish mumkin. Aynan hozir ijro etilgan shu umr o'tar, vaqt o'tar qo'shig'ini. Bu qo'shiqlar, bu tarix ham haqiqatan klassikaga aylangan qo'shiqlarda bu. Bu qo'shiq zamon, makon tanlamaydi. Chiroyli taomlarimiz, buni o'ziga yarasha tarixi bor. Buni tatib ko'rdik. Pishdi, yeb ko'rdik. Ustini mana ba'zilarini ustini latofa tipi juda chiroyli bezatish ham mumkin ekan mana. Haqiqatan va taom ham mazali bo'ldi, suhbatimiz ham juda chiroyli bo'ldi qo'shiqlar bilan. Endi bugungi ko'rsatuv haqida va taom haqida o'zlaringiz fikrlaringizni bildirsangiz. Rahmat. Avvalambor mana shu ko'rsatuvga meni ham loyiq ko'rib taklif qilganlaringizdan juda xursandman. Bu ko'rsatuvni o'zimiz ham juda muxlisimiz. Mana yana taklif qilsangizlar, yana biza jon deb xizmat qilishga, qatnashishga tayyormiz. Va qolaversa mana xuddi meni kelishimni bilganday so'rab nima ovqat yaxshi ko'rasiz deganday mana ko'k somsaga o'xshatdim ta'mini. Juda shirin bo'libdi. Sog' bo'ling, hali qolganlarni kelgan mazasini ko'ramiz yana. Tashakkur. San'atingizga ko'z tegmasin. Guvohi bo'lganingizdek, bugungi avval taom ko'rsatuvida biz Burak tarixiga to'xtaldik. San'atkorimizdan go'zal kuy qo'shiqlarni e'tiboringizga havola qildik. O'ylaymizki, sizga ham bu ko'rsatuv manfaatli bo'ldi. Lekin telekanalimizdan aslo uzoqlashmang, sababi dastur yakunida yana bir dilbar qo'shiqni tinglashingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Ey aman ey aman, aman ey aman, esirem binavoyem bikesem giriftaram ama ömrümde gezmerem gülgülüzar seyrine. Fasli bahar istemerem bülbül olmasam, gülizar seyrin eylerem dil olmaz aman ey, aman ey aman. Ey gani dağlar, karlı bolar karsız bulmaz. Yigit başı aman bulsa, yarlı bolar yarsız olmaz. Aman ey, aman.
behuda yansa bulmaz. Samanderdek o't ichirana yanmasın salsa bulmaz. İşkın düştü yürekке çıkarıp olsa bulmaz. Deryaga tamgan yaş niye kaytarıp olsa bulmaz. Boy 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 ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy boy, ala gözü gele bere ha, kara gözü gele bere. Tamırda 444 siyeken İşkım andasın evdireyi acıratıp alsa bulmaz. Boy 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 ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy boy, ala gözü gel bere ha, kara göz gel bere. Göz gel bere ha, kara göz gel bere, hey ala göz gel bere ha, kara göz gel bere.